Bittami? Давай. Ketdi. Xo'p, aka-lekin ijodlar 21-aprel kuniga men qilib berib o'tgan narxi kolbasalarni butun Toshkent qilib bera olmaydi. Jigar yaqinroqdan kelgan. Xo'p, men buni ko'rsatib qo'ydim. Tvorojniyimiz bo'ladi, bitta sirimiz bo'ladi. Qaranglar, 2 ta bo'ldi. Aka, 3 ta bo'ldi. 4 ta bo'ldi. 5 ta bo'ldi, akalar. 6 ta. Hop, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Aka, 9 tasini 200 ming so'm qilib beryaptimi? Keling, men sizga yana bitta chiroyli ish qilaman. Mana aka, bonusiga tuxum. 200 ming so'mga shu setimizni xarid qilishingiz mumkin. 21-aprel bo'ladi, 2026-yil. Manzil Ilonli ota masjidi, Chilonzorda, Chilonzor 20-A kvartal 13-dom akalar. Tarqatib qo'yinglar, bilib tanish bilishlarga. 21-apreldan 30 maygacha qilib beramiz. 1-maygacha qilib beramiz. Bemalol kelib xarid amalga oshirsangiz bo'ladi. Akalar, nondan tortib kartochka piyozgacha ham bor. Xudo xolasa kelasizlar, ishinglarni bitirasizlar, olib ketasizlar. Men bu bedanani nech puldan beryapmiz? 13 ming so'm. 13 mingdanmi? Aka 13 mingdan 15 dan 20 dan 20 ta. 20 ta. 13 ming. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Akalar, kel. Bu yerda Sanjarning ham xudo xolasa ukamiz bor. Shu yerda o'zi xizmatda. Bemalol kelsanglar bo'ladi, to'g'rimi? Tavsiya qilamizmi? Ha, tavsiya qilamiz. Like bosib, yaqinlarga otib qo'ying. Charchamanglar, vassalom.